Assalomu alaykum barchaga. Advent of Cyber 2025 ikkinchi kuniga xush kelibsizlar. Demak, bugun biz sizlar bilan ikkinchi xonani challenge-larini, demak, ikkinchi kunni challenge-larini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bugungi bizni mavzuyimiz Phishing Mary Clickmas. Clickmas ekan. Ajoyib nomlab qo'yibdi. Qani unda, demak, sizlar bilan bugungi kunni eng dolzarb bo'lgan mavzulardan biri phishing bilan demak tanishamiz va yangi bilimlarni demak o'rganamiz. Bugun bizda bugun nimalarni o'rganar ekanmiz? Social engineering nima? Phishingning turlari, qanday qilib Red Teamdagilar soxta login page'lar yaratadi? Use social engineering toolkit to send phishing email. Ya'ni judayam aktual bo'lgan, muhim bo'lgan, ayni bugungi kunda bugungi kunni mana bu xavf-xatarlardan ehtiyot bo'lishni o'rgatadigan demak bu xona ekan. Biz har doimgidek demak mashinamizni yoqib olamiz va buni chek qilib qo'yamiz. Demak, boshladik. Social engineering nima? Social engineeringni oson qilib tushuntiradigan bo'lsak, demak, oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, social engineering userni, ya'ni foydalanuvchini yoki odamni boshqarish, manipulyatsiya qilish orqali uni xato qilishga undash. Ya'ni misol uchun uni o'sha parolni olishga harakat qilish yoki bo'lmasam biror bir zararli faylni ochishga majbur qilish. Bunga misol keltirishimiz mumkin. Mana ayni kunda juda ham dolzarb bo'lgan narsalardan biri Telegramdagi APK fayllar. Kechagina men ko'rdim, ya'ni endi yangilanibdi yanada. Hozir endi APK dan demak jar fayllarga o'tibdi. Hozir endi jar fayllar, PDF fayllar, linklar, ana shu linkni bosish orqali yoki bo'lmasam PDF faylni ochish orqali yoki o'sha APK fayllarni ochish orqali demak foydalanuvchi o'zini demak tizimini o'sha firibgarlarga berib qo'yishi mumkin. Ya'ni linkni ustiga bosayotganda yoki bo'lmasam qanaqadir umuman faylni ustiga bosayotganda nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yaqinda bizni tanishimiz ham xuddi shunaqa holatga duch keldi. Ya'ni u yerda link bo'lmagan, o'sha dastur yozgan, ya'ni cracked dastur. Ya'ni biz aytamiz-ku, buzilgan dasturlar, haligi piratskiy dastur deb qo'yamiz. Xuddi shunaqa dastur yozdirib, ya'ni Telegramini ikkita akkaunti bo'lgan ekan, to'liq oldirib qo'ygan. Ya'ni u o'zgartirib yuborgan, natijada keyin ikkala akkauntdan ham demak uni chiqarib yuborgan. Ya'ni social engineering eng oson, ya'ni eng katta zaiflik o'zi inson zaifligi, ya'ni insonni buzish. Qanaqa buzish? Ya'ni boshqarib, yaqinlashib. Misol uchun agar hacker filmlarda ham ko'rsangiz, kinolarda ham ko'rsangiz, agar gapga zo'r usta bo'ladigani bo'ladi. Ya'ni bitta misol keltirishimiz mumkin. Aynan hacker degan kino bor. Hozir shuni sizlarga bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Hacker emas, Huemay degan kino bor. Huemay movie desalaringiz kelib chiqadi. Aynan mana shu film. Mana shu filmda bitta o'sha o'rtog'i juda ham, ya'ni gapga usta odam bo'ladi. Keyin nima qiladi? Ya'ni odamlarni boshqarib, o'zini yaxshi so'zlari bilan, aqlli so'zlar bilan boshqarib, ya'ni nima deydi? Ularni manipulyatsiya qilishga harakat qiladi. Ya'ni odamlarni hack qilish eng osoni, chunki parolni bilib olish mumkin, ma'lumot yig'ish mumkin. Nima deydi? Agar insonni o'zi sizga parolni aytib beradigan bo'lsa, siz kompyuter tizimlarini buzib, nimadirlar qilib o'tirishingiz albatta shart emas. Demak, bugun aynan insonni manipulyatsiya qilishni, psixologiyasini boshqarishni, ya'ni o'sha biror bir yomon, bu biz oldini olish uchun o'rganamiz, lekin buni qiladiganlar, ya'ni yomon maqsadda bo'ladi o'zi odatda bu. Ya'ni o'sha parolni olib qo'yish yoki bo'lmasam faylga bosishga majbur qilish, linkni ustiga bosishga majbur qilish yoki bo'lmasam o'sha telefon qilganda kodni aytib yuboring deyish. Mana bular hammasi mana shu social engineeringga demak kirib ketadi. Yana bugungi kunda mashhur bo'lgan turlaridan biri telefon orqali misol uchun bankdan qo'ng'iroq qilish yoki bo'lmasam suddan qog'oz kelishi, ya'ni
ataygilab qo'rqitadigan va nozik ho'p mavzularda ular ya'ni firibgarlar o'zlarini xo'sh yovuz maqsadlarini amalga oshiradi. Chunki bu agar misol uchun yoshroq odam bo'lsa muammo emas, bu tushunishi mumkin. Agar bilimi bo'lsa ozgina, ya'ni shunaqa xabarlarni kuzatib tursa, bu yerda bir qancha manbalar bor. Hozir juda ham ko'p internetda mana xo'sh ichki ishlar vazirligini kiberxavfsizlik bo'limi, kiberxavfsizlik markaziniki, yana o'zi umuman Kunuzda, Daryo.uz, Qalampir hammasi aynan phishingni, xo'p Cyberbrodagi xo'sh u yerdagi xodimlar hammasi ogohlantiradi. Ya'ni bosmang, faylni demak fayl kelsa analiz qiling. Xo'sh, ya'ni aldanib qolmang. Bankdagilar umuman telefon qilmaydi, unaqa sud qog'ozlari jo'natmaydi. Suddagi qog'ozlar ham faqat qog'ozda keladi. Agar shunaqalar yangiliklarni kuzatib yuradigan, demak, odamlar bo'ladigan bo'lsa, bunaqa hujumlarga chalinish ehtimoli nihoyatda kamroq deb aytamiz. Lekin hech qaysi tizim 100% xavfsiz emas, chunki u o'zingizni yaqiningiz ham bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun shunaqa holatlar ham bo'ladi, ya'ni bo'lganki o'zimiz o'rtoqlarimiz misol uchun link jo'natib yuboradi yoki ular akkauntini buzib kirgan bo'ladi, o'sha botga qo'shilib qolgan bo'ladi, hech qilib turli xil sabablar bo'ladi. U kelib qoladi, siz unga ham qo'shilib bosasiz va natijada qarab turibsizki, siz o'zingizni ham tizimingizni demak oldirib qo'yishingiz mumkin, kartadagi pullarni olib qo'yish mumkin ular. Qisqasi turli xil demak buni yo'llari bor. Endi o'ylab ko'ring, buni kattaroq odam agar bosadigan bo'lsa, misol uchun biz shunday misol keltirishimiz mumkinki, uzoqqa borib o'tirishimiz shart emas. Shunchaki ota-onamiz, opa-singlimiz, akamiz bo'lishi mumkin. Ular bu sohada bo'lmasligi mumkin. Lekin agar biz ularga mana shu narsani ma'lumotni berib qo'ymaydigan bo'lsak, ular bosib qo'yadigan bo'lsa, demak qarab turibsizki, xo'sh, pullarni oldirib qo'yish mumkin, akkauntiga kirib ketish mumkin yoki o'chirib demak yuborish mumkin. Shuning uchun aynan bu mavzu social engineering mavzusi nihoyatda muhim bo'lgan mavzu. Xo'sh, hozir yana bitta yangilikni aytamiz. Hozirgi kunga kelib turib texnologiya shu darajada rivojlandiki, sun'iy ong borligi uchun. Ya'ni hozir inson shunday rasmini olib turib, demak ovozingizni ham qirib oladi. Ovozingizni keyin xohlagan gapni gapirtirsa bo'ladigan shu darajaga kelib qoldi. Ya'ni qilib bera oladigan bo'lib qoldi. Lablar bir xil qimillaydi. Bunga har kuni deyarli ko'ryapsizlar, bu Instagramda ham, YouTube'da ham, ya'ni kichkina videolar chiqyapti. O'sha bir xil, ya'ni lablar bir-biriga tushadi. O'sha yerga o'ylab ko'ring, boshqa odam bir rasmi bo'lsa, o'zingiz yaqiningizga qo'yadigan bo'lsa, o'zingiz yaqiningiz shunaqa ovoz jo'natib yuboradigan bo'lsa, demak bunga demak kattalar ishonib qolish ehtimoli nihoyatda katta. Shuning uchun bu narsaga ehtiyot bo'lish kerak. Meni o'zimga ham yaqinda shunaqa bo'ldiki, xo'sh, o'zimdan bittasi yozyapti, shunaqa ovoz berib yuboring, pul tashlab beramiz, yo'q-yo'q. Ovozni eshitsangiz, o'sha AI da qilingan, ya'ni o'sha bitta qiz AI rasm qo'yib qo'ygan, haligi qilib, chiroyli qilib o'sha nima deydi, ovoz berishga, men bilan o'sha interaktiv muloqot qilishga demak undayapti. Ya'ni bunaqa narsalarga juda ham demak ehtiyot bo'lish kerak. Chunki siz bosmasangiz o'sha hujumga uchramaysiz. Siz faylni ochmasangiz, siz linkni bosmasangiz, siz agar sal hushyorroq bo'lsangiz, kelganda nimadir narsa keladigan bo'lsa, uni tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, ana shunda ya'ni bunaqa demak muammolar yuzaga kelmaydi. Shuning uchun minimum darajada bu narsani biz bilganimiz o'laroq, ya'ni buni o'sha ota-onamizga, do'stlarimizga, demak qarindoshlarimizga yetkazib qo'yishimiz kerak. Chunki kimdir buzilsa, u hammaga xabar tarqatib yuboradi. Yana bitta misol keltiramiz. O'zimiz yaqin tanishimiz IT ni tushunadi, kompyuterni biladi. Hamma narsa xabari bor, o'qib yurgan bola, oliy ma'lumotli bola, eng qizig'i. Xolasi tashib yuboribdi, qara, sening bitta rasmlaring chiqibdi deb turib, APK tashib yuborgan ekan. Endi telefoni iPhone bo'lganligi uchun APK ni ocha olmagan. APK ni ocha olmagandan keyin uni endi bizga aytayapti, "Men bitta shunaqa application kelibdi, qarang, shu yerda rasmlar bor ekan, mashhur bo'lib ketibsan" deb turib xolam aytdi deb aytayapti. Men endi kulyapman, APK fayl kelgan, siz mashhur bo'lib ketibsiz, ichida rasmlari bor. Bu juda ham kulgili holatda, tushunyapsizmi? Shuning uchun, ya'ni mana shu yo'llari ham bor. O'zingiz tanishingizdan kelib qolsa, qara, haligi aytdim-ku, sensitive topic bo'ladi bu. Juda ham nozik tema bo'ladi. ZAX, sud, hop, jarima, mashina haydaydigan bo'lsangiz, mashinadan kelib qolishi mumkin, jarima keldi, mana buni bosib, ustiga bosib to'liq o'ring, uzumdan yo'llari qisqasi ko'payib ketdi. Ya'ni ehtiyot bo'lish kerak degan ma'noda, demak
sizlarga buni aytib o'tdik. Xo'p, phishingga endi to'xtaladigan bo'lsak, phishing demak social engineeringni demak bir turi. Bu asosan demak mana messenjerlar orqali jo'natiladi. Ya'ni o'sha linklar, xabarlar, SMSlar kelib qoladi, bosib yuborish mumkin odam mana shu narsaga, demak, undaydi. Xo'p, eng ko'p tarqalgan yo'llardan biri, demak, bu email orqali phishing atakalarini bo'lish. Ya'ni emaildan spamlar keladi, ko'rsangiz juda ko'p. Har xil shu emaillar keladi, o'sha linklarni demak ustiga bosib olmaslik kerak bo'ladi. Xo'sh, spread of smartphones along with ubiquitous internet access. Xo'sh, buni mana text message'lar bilan bo'lganda, demak bu smishing deyiladi. Xo'p, voice call bilan bo'lganda vishing, QR kod bilan bo'lganda quishing va social media orqali ham, ya'ni o'sha Instagram, Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar bilan ham demak muloqot qilishi mumkin. Xo'p, buni mana hujumchini, ya'ni firibgarni maqsadi, attackerni maqsadi target user click, o'sha linkni yoki xabarni ustiga bosib, ochib yoki unga javob qaytarish va natijada u o'sha sizni ma'lumotlaringizni, pulingizni o'g'irlash mumkin yoki tizimingizga demak kirish huquqini olishligi mumkin. Xo'p, shu yerda biz demak not qilib ketsak juda ham yaxshi bo'ladi, chunki mana bitta kerakli tushunchalar bor. Xo'sh, demak social engineering qilamiz. Social engineering, ya'ni bu nima ekanligini aynan eng kerakli nuqtalarni yozib ketsak juda ham yaxshi bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, bu social engineering, human hacking, ya'ni social engineering shortly qilamiz. Qisqacha qilib aytganda, insonni demak boshqarish, ya'ni buzish. Xo'p, uni demak kichkina turlaridan biri bu demak phishing hisoblanadi. Hozir buni ham yozib qo'yamiz. Chunki buni o'zi ham, chunki phishing olami ham bitta katta dunyoda. Buni hozir sizlar bilan gaplashamiz. Xo'p, mana bu joylarni ham yozib qo'yamiz. Mana shular ham nihoyatda muhim bo'lgan demak tushunchalar. Nuqta qo'yib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Mana QR kodlar bilan. QR kod ko'rib qolsangiz ham skan qilib yuravermang. Shunaqa tomoni ham bor. Ya'ni QR kodni orqasiga yashirib qo'yib ham ular o'z yomon maqsadlarga demak yetib qolishi mumkin. Xo'sh, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni even careful people might fall target to such attacks if they don't exercise proper care. Xo'sh, bu yerda anti-phishing mnemonics. Hope all the things secure to the following questions before acting on email. Xo'p, bu yerda mana bu savollarni berishni aytyapti. Misol uchun email kelib qoldi deylik. Xo'p, bu shubhalimi yoki shubhali emasmi? Menga nimadir bosishni aytyaptimi yoki yo'qmi? Menga nimani taklif qilyapti? Meni nimadir qilishga undayaptimi yoki yo'qmi? Demak, mana shu savollarni biz berib ko'rishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, buni mana bu yerga qo'shib qo'yamiz. Savollar, ya'ni xo'sh, buni call out ga qo'shsa yaxshi bo'ladi shekilli. Hozir call out ga qo'shamiz, yaxshi bo'ladi. Call out, xo'p, muhim savollar deb yozib qo'yamiz. Ya'ni biror bo'sh link bo'ladimi yoki bo'lmasam mayli, hech qisi yo'q. Xo'p, link bo'ladimi, emailmi? Ya'ni mana shu savolga demak to'xtab ko'rish kerak. Qarang, mana bitta stop deb turib haligi qilib qo'ygan. Ya'ni aytib qo'ygan. Chiroyli berib qo'ygan. Buni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, keyingi ya'ni yo'l yo'riq nima qilish kerak bo'ladi? Xo'p, to'xta, ya'ni sekin, haligi mana bu sizga qo'rqinchli xabar kelib qolsa, birdaniga kelib qolsa, ya'ni odam haligi qilib qolishi mumkin-da. Misol uchun, qarang, siz internetda rasmlaringiz tarqab ketib qoldi desa, odam haligi psixologik ta'sirga uchragandan keyin uni ustiga bosib yuboradi va natijada o'sha berib qo'yishi mumkin. Ya'ni sizni mana skamerlar o'sha qo'zg'aydi. Tezroq qilish kerak, hozir qilish kerak. Ayni damda hozir bosing, qo'lga kiriting, telefon yutib oldingiz, pul tushdi
mana buncha pul aliga qo'yib yuboring, bosib yuboring degan narsalarni demak aytgan bo'ladi. Type the address yourself, don't use the message link. Ya'ni bu yerda aytilyapti, agar link kelgan bo'lsa, linkni ustiga bosmangda, o'zingiz qo'lingiz bilan yozing deyapti. Endi buni o'sha yoza oladiganlar yozish kerak o'zi, chunki ustiga bosmaslik kerak iloji boricha, chunki linkni orqasida nima yashiganligini demak biz ko'rmaymiz. Open nothing unexpected. Xo'sh, verify first. Ya'ni tekshirib ko'rish kerak. Bu yerda nima open nothing unexpected. Nimani tekshirib ko'rish kerak? Xabarni tekshirib ko'rish kerak. Ya'ni klik aligini bosmasdan oldin. Shu narsani bu yerda aytyapti. Prove the sender. Xo'sh, keyin yana bitta muhim joyi bor. Emailda, ya'ni kimdan kelyapti? Mana shu ham juda ham muhim bo'lgan ma'lumot. Ya'ni aynan qayerdan kelyapti? Qaysi adresdan kelyapti yoki qanaqa raqamdan kelyapti yoki o'sha ismiga nima yozilgan? Chunki ismimdek to'g'ri yozilib, orqasidagi adresi umuman bir boshqacha demak bo'lishligi mumkin. Xo'sh. Endi biz building the trap mashinamiz yonganmidi? Hozir mashinamizni ochib olaylik ikkinchi tomonga. Mashina yonibdi. Biz attack boxni demak ishga tushirib olamiz bu yoqdan. Attack box bilan demak barobar olib ketamiz. Xo'sh, mana bularni ham shunday kopiya qilib bu yoqqa qo'shib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Muhim savollar deb mana bu yerga yozib qo'yamiz. Muhim savollar. Xo'sh. Endi o'sha qanday qilib o'zimiz, ya'ni yasashni bu yerda bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda you must sound very convincing as a penetration tester for successful phishing attack. Ya'ni xo'sh, bu yerda endi ikki xil tomoni bor. Biz hozir tushuntirgan tomonimiz himoya tomonlama tushuntirib berdik. Endi bu atakalarni demak o'zimiz ham amalga oshirishimiz mumkin. Endi bu qanaqa amalga oshirish? Ethically amalga oshirish bo'ladi. Ya'ni ethical hacker sifatida, penetration tester sifatida, ya'ni legalni ruxsat bor bu narsalarni qilishga. Demak biz phishing atakalarni ham qanday qilishni demak bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqa qilib phishing maillar yoziladi, xo'p qanaqa xabarlar yozamiz, qanday qilib xo'p o'sha tizimni tayyorlaymiz. Demak, mana bu narsalarni hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, sometimes attackers aim to compromise target's machine and they achieve this by attaching a malicious file or phishing email. Ya'ni emailga o'sha nimadir qo'shib qo'ygan bo'ladi. PDF, link yoki shunga o'xshagan narsa. Attackers sometimes craft a web page that mimics a legitimate login page to steal target's credential. Ya'ni misol uchun bu yerda misol keltirishimiz mumkin. Instagram bo'lishi mumkin, Facebook yoki bo'lmasam o'sha bir qanaqadir boshqa uzunma veb-sayti bo'lishi mumkin. Uzunni shunday klon qilib turib, agar login page'ini shuni olgan bo'lsa, agar siz linkni tekshirib ko'rmaydigan bo'lsangiz qanaqa ekanligini, demak unga xo'p, ya'ni qurbon bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni bu narsa bunaqa yo'li ham borligini demak bu yerda aytib o'tib ketyapti. Xo'sh, bizni qiladigan ishimiz demak bu yerda script bor ekan. Mana bu xonada alternatively if you want to use the VPN bilan ham ishlatsa bo'ladi. Ya'ni mana bu target roomga kirsa bo'ladi. Shu narsani aytyapti. Xo'sh, to run the script, server payini ishga tushirishimiz kerak ekan. It will start listening for any credentials. If the target gets trapped, enter the credentials, it will be shown the same. Xo'p, server demak hozir ishga tushirishimiz kerak bo'lar ekan va bizga keyin login page'ni ko'rsatib page ochiladi va o'sha yerda demak credentiallarimizni o'ziga demak saqlab oladi. Xo'p, SD rooms 2025 D02. Xo'sh, bizda mana server.py bor. Buni hozir ishga tushirib olamiz. Xo'p, ishga tushirdik. Above message indicates phishing web application is listening on port 80. Xo'p, biz Firefox ochib olamizda, keyin shu yoqqa qarab yuramiz. Ya'ni bizda keyin qanaqa page chiqib turganligini demak ko'ramiz hozir. Xo'p, 127.001 8000.
Xo'sh, bizda mana bu portal bor ekan. Mana chiroyli portal. Xo'sh, bir ko'rganda ya'ni legitimate ga o'xshaydi, oddiy portalga o'xshaydi. Xo'sh, with this it's time to email this link to test our users vigilance debdi. Demak, hozir mana shuni nima emailga mana shu linkni kiritib, demak shu yoqqa userni bosishga majbur qilamiz. Xo'p, social engineer toolkit degan demak tool bor. Bu qanaqa tool? Bu shunaqa toolki, ya'ni o'sha open source bo'lgan tool, ya'ni social engineering uchun ishlatiladigan o'zi maxsus tool. Ya'ni shunaqa yasab beradiki, xuddi haqiqiydek ko'rinadi. Ya'ni o'sha veb-sayt bo'ladimi, login page bo'ladimi, Instagram o'sha aytganimizdek Facebooknikimi yoki boshqa pagelarmi, shuni xuddi o'shanday qilib turib, demak, bizga yasab beradigan bu tool. The more phishing email appears realistic, the more likely it's for the target user to believe it and get phished. Ya'ni qancha email realistik ko'rinadigan bo'lsa, ya'ni yaxshi ko'rinadigan bo'lsa, haqiqiydek ko'rinadigan bo'lsa, shuncha o'sha target user unga ishonib, ya'ni phishing qurboni demak bo'lishligi mumkin. Xo'p, one solution is social engineering toolkit. Xo'p, buni ko'rdik. It lets you compose and send phishing email. In current scenario, we will use this tool to create and send phishing email to target user. Ya'ni shu tooldan foydalanib, xo'sh, biz demak phishingni amalga oshirishga harakat qilamiz. Xo'sh, before use, please remember that it will involve multiple steps, each asking different questions about phishing email you intend to set. Please be patient, follow the shu aytganni demak biz shunchaki davom ettiramiz, ya'ni bu yerda nima aytilgan bo'lsa. Xo'p, toolni ishga tushirish uchun demak biz set toolkit degan komandadan foydalanar ekanmiz. Xo'p, mana bu yerda ko'rsatilgan. Social engineering attacks, penetration testing, third-party modules, update social engineering toolkit, update set configuration, help credit and about. Xo'p, 6 qilib ko'radigan bo'lsak, bitta kimlar yaratgan, ya'ni ma'lumotlar bergan, qanaqa ustunovka qilinadi, shular haqida demak bizga ma'lumot berilgan. Xo'sh, endi sekin o'qiymiz. Set toolkit in the terminal. It will present you with a menu. Buni ko'rdik. At the bottom you will see set, where you can input your desired option number. For our case we would select option 1, ya'ni social engineering attackni tanlaymiz biz. Xo'sh, mana ketdi. Spear phishing, website, infectious media generator, create a payload and listener, mass mailer attack, Arduino wireless, QR code, PowerShell, third-party modules ko'rishimiz mumkin. Xo'p, if you choose the wrong option at any stage, 99 will take you back to the return menu. 99 qilsak, demak ortga qaytar ekan. Biriga biz yana qaytib olamiz. Xo'sh, if you commit any mistake while writing the phishing email, you would have to press Ctrl+C. Yani cancel qilish uchun Ctrl+C. Social engineering attack covers the various attacks from spear phishing. Xo'p, mass mailer attacks to wireless, buni ko'rdik. Ya'ni mana shu demak 10 ta atakani qamrab bo'lar ekan. Xo'p, biz nima qilar ekanmiz? Social engineeringdan bu yerda mass mailer atakni demak tanlab olar ekanmiz. Ya'ni email atakasini bu yerda tanlab olar ekanmiz. Xo'sh, keling emailni tanlashdan oldin mana bularni bir ko'rib chiqaylik. Ya'ni qanaqa variantlari bor ekan. Xo'p, birda spear phishingda email based ekan bu. Xo'p, 2 qiladigan bo'lsak, mana bu yerda bu Java, Metasploit, Credential Harvester attack, webjacking, HT atakalari bor ekan. Xo'sh, 3 qiladigan bo'lsak, file format exploit, standard Metasploit exploitable. Xo'sh, 4 qilib ko'radigan bo'lsak, Windowsga reverse shell olish. Xo'p, keyin bizda 10 qilaylikchi, third party Google Analytics attack va boshqa atak, turli xil demak atakalar bor ekan. Demak biz bu yerda biz mass mailer tanlayotgandik. Hozir demak endi davom etamiz. Hop, mass mailerni tanladik. Now we'll have several questions. Ya'ni o'sha
biz qanaqa email shular ko'rsatishimiz kerakda. Ana shundan keyin bizga u emailni, ya'ni o'sha nastroyga qilganimizdan keyin bizga chiroyli qilib, demak, tayyorlab beradi. We'll have several questions to answer and various fields to fill out. The first set of questions concerns the email address and how the email will be routed and delivered. Xo'p, biz nima qilmoqchimiz? Ya'ni single emailmi yoki mass mailermi? Buni tanlaymiz hozir. After each input provided, we can press enter to get the next question. Xo'p, send email to. Let's begin by targeting factory wire ville thm. Demak, biz mana shuni hozir yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda bu birini tanlabdi. Send email to, endi bu yerda yozamiz mana. Factory where ville.thm. Hope how to deliver the email. We will choose use your own server or open relay. Hope 2. From the address, we know that the guys at the toy factory communicate regularly with Flying Deer, the shipping company, so that we will use updates at flyingdeer.thm as a source email address. Hope from address buni qildik. Hop, from name user nima deb ko'radi? Flying Deer deb ko'rish kerak. Flying Deer deb ko'radi. Username for open relay will leave it blank, just enter. Hop, username ga enter. Password ga ham bo'sh qoldiramiz. SMTP email server ga kiritishimiz kerak bo'ladi. We will deliver directly to the TBFC mail server by entering qo'sh 80 170 bu qaysi? Demak, boyaga hozir tekshiraylik. O'zimizda, demak, men lokalniy IP adresi kirgizyapmiz. Serverda o'zimiz lokalniy hostda ishga tushirdik-ku. Shuni hisobiga, demak, bu yerda shuni kirgizyapmiz. Ya'ni mana shu IP adresini kirgizyapmiz. Xo'p, enter SMTP port number ga, demak, 25 ni yozamiz. Xo'p, the next set of questions like if you want to send it as a high priority or attach the file. Flag this message as high priority. Answer will be no. Yani judayam zarur deb ilg'maymiz. Do you want to attach file? Yo'q, biz attach qilmaymiz hech narsani. Do you want to attach inline file? Again, let's answer with no. Xo'sh, finally we pick an email subject. Xo'p, email subject ga nima kiritar ekanmiz? Shipping schedule changes. Convincing uchun, ya'ni ishonarliroq chiqishi uchun send a message as HTML or plain. We'll keep the default choice as plain. Just hit enter. Enter bosamiz. Hop, enter the body of the message, type and capitals when finished. Create a type convincing message. Make sure to include the URL. This. Enter the body of the message and capital when finished. Type and capitals when finished. Bu nima deb yozibdi bu yerda? Xo'sh. Xo'p, mana shu yerda endi biz qanaqadir, demak, email yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mavzusi qanaqa bo'lishligini yozishimiz kerak bo'ladi. Next line body, next line of the body. Mana shuni o'zini ko'chirib qo'ya qolaylik, salarliroq bo'ladi. Xo'p, kindly note that there have been significant changes to the shipping schedules due to increased shipping orders. Or please use please visit this. Sal o'zgartiramiz. Bu orqaga qaytmay qoldi-yu. This website qilib mana buni kiritamiz. http
10 80 107 252 8000 107 252. Xo'sh, nuqta qo'yamiz. Xo'p, best regards flying deer. Xo'p, va end qilamiz. Xo'sh, yozib bo'ldik. Now phishing email has been sent to the target. Press return to continue button. Just enter button to restart the tool. Open the terminal where our server py script is to see if the user gets trapped and enters their credentials. Xo'sh, mabitga mana qarang deyapti. U demak kiritdimi yoki yo'qmi? Shuni tekshirib ko'ring deyapti. Hozir ko'ramiz endi. Ya'ni bu yerda aytayaptiki, 1-2 daqiqa vaqt oladi. Lekin mana bosgan. Yo, bosmagan. Endi bossa kerak. Xo'sh. IP adresi to'g'ri yozdik, to'g'ri? IP adresi to'g'ri yozilgan bo'lishi kerak. 10 80 107 252 8000. To'g'ri yozdik. Hozir 1-2 daqiqada demak bizga credentiallarni kiritib, javobi chiqib kelishligi kerak. Xo'sh, endi buni biz boyaga boshqa tomondan qarab aytadigan bo'lsak, ya'ni firibgarlar qanday qiladi? Firibgarlar xuddi shu narsani mana ko'rdingiz, email bo'ldi. Mana bu page bor edi-ku. Mana bu pageni bitta page yaratib oladi-da, shunga o'xshagan. O'sha aytganimizdek Instagram bo'lishi mumkin, u Facebook, boshqa login page, Google bo'lishi mumkin, hattoki YouTube, qayerda sign in qilish imkoniyati bo'lsa, shunga o'xshagan page yaratib oladi, chunki static page yaratish qiyin emas. Static page shunday yaratadi-da, uni serverda ochib qo'yib, keyin xuddi mana shuna qilib, demak, email jo'natadi. Email jo'natgandan keyin bu yerda o'sha nima credential yozadigan bo'lsa, o'sha yerga o'sha keyin bu yoqqa chiqib keladi. Xo'sh, biz kutib turamiz. 1-2 daqiqa olishi mumkin deyapti. Lekin hali javobi kelmadi. Shuning uchun linklarni ustiga bosishda demak ehtiyot bo'lishimiz kerak. O parolni bu hali ham bosmadi-ku. Balki endi bosar. Yoki nimadir noto'g'ri qildikmikan? Chunki bizga parol bersa, keyin biz mana bu saytga borib turib, demak javoblarni savollarga javob topsak bo'ladi. Xo'sh. Bir narsaga hozir biroz shubha qilyapmiz, ya'ni mana bu yoqda nuqta yo'q edi, biz nuqta qo'yib qo'ygandik, shu muammo bo'lmadimikan degan fikr turibdi. Agar o'xshamasa, qaytadan qo'shimizga to'g'ri kelishi mumkin. Hop, 1-2 daqiqa kutdik-ku, to'g'rimi menimcha? Xo'sh, yana tekshirib ko'ramiz. Endi bu yerda hech narsa yo'q. U chunki kiritish kerak. Mana bu yerga kiritganda bizga chiqib kelishligi kerak edi. Xo'sh. Bu kiritmadi. Ya'ni chiqarmadi. Biz qaytadan tezda email yozaveramiz yana, xuddi mana shularni takrorlab, bu yerda o'sha nuqta qo'yib qo'yganmiz, menimcha muammo bo'ldi shekilli. Ya'ni nuqta qo'yib qo'ygandik, shuni hisobiga haligi bo'lib qoldi. Xo'p, qaytadan yuboraveramiz. Factory where will
diyeceğim. Hop 2 updates flying deer nokta thm updates flying deer nokta thm flying deer xo'sh username enter smtp ga 10 80 170 32 20 just enter. Bizda hammasi bitta no email subject shipping schedule changes. Xo'sh, yo'q, bu ishlamagan. Xo'p, keep the default choice, enter. Xo'p, body message'ga hozir mana shuni qisqa qilib kiritaylik. Kindly note there were changes. Next line of the body. Please confirm the new schedule by visiting http xo'sh http on 80 mana shu yerga nuqta qo'ymaysizlar. Biz nuqta qo'yib qo'ygandik. Menimcha mana shuni hisobiga ham bo'lmadi, ishlamadi. Best regards flying deer and va now fishing to the target, press return to just enter button restart the tool, open the terminal where xo'sh ha mana o'sha nuqta qo'yib qo'yganligimiz uchun demak o'sha yerda muammo bo'lib qolgan ekan. Nuqta sizlar qo'ymaysizlar javobni topish uchun. Demak bizda mana admin paroli unranked wisdom anthem degan parol keldi. Bu yerga admin xo'p yo'q, to'xtang, biz 170-32 biz 10 80 170-32 ga boramiz. Mana bitta mana ochiladi round cube va bu yoqqa kiramiz. Xo'p, bittan parolni topib javobni berib qo'yamiz. Login failed. Qanday login fail bo'lishi mumkin? Bizga email berdimi ekan? Qiziq. Xo'p, username admin, paroli unranked wisdom anthem. Xo'sh, bu bizda mana parolni kopiya qilib olamiz. Username admin. Demak bizda hozir bor haligi parol to'g'ri. Username, lekin mana admin qilib yozdik buni ham. Harvested, what's the total number of toys expected? Bitta hozir nimaga kira olmayapti ekan bu? Xo'sh, within attack box try to access the mailbox of the factory user. Factory user bo'lish kerak ekan. Factory user admin emas, factory user bo'lish kerak ekan. Previously harvested admin password has been reused on the email. What's the total number of toys expected for delivery? Xo'sh, mana shu bo'lish kerak. Mana shu raqam mana bu yerdagi javob bo'lish kerak. 1984 000. Ya'ni o'sha to'ylarni hammasini aytayotganligi bitta o'sha ko'rsatgan. Xo'sh. Mana biz yuborgan emaillar bu yerda ekan. Yo, mana boyagi email ham kelgan. Nuqta bo'lib qolganligi uchun menimcha ocha olmagan. Yo, 2 marta keldimi ekan, hozir tekshirib ko'ramiz. Qarang, mana 2 marta kelibdi. Mana 2 marta kelibdi. Prosta vaqt topdi-da. Shunisi sal algi bo'libdi. Xo'p, mana qancha vaqt olgan? E'tibor bersangiz,
26da keyin 32. Demak 6 daqiqada kelibdi. Boyagi birinchi jo'natganimiz ham noto'g'ri bo'lmagan ekan, nuqta qo'yib qo'yganligimiz ham. Demak, mana buni ustiga bosgan va mana bu chiqib kelgan. Parollarni shunday kiritgan va natijada bizga u mana bu yoqda mana ko'rindi to'g'rirog'i. Xo'sh, ya'ni mana emailga mana shunaqa xabar kelib qoladi. Linkni bosib yuborasiz. Bosib kiritganingizdan keyin demak shunaqa ya'ni parollar ko'rinib qoladi kiritadigan bo'lsa. Xo'sh, agar aytyapti xonadan agar xona yoqqan bo'lsa phishing prevention roomni tekshirib chiqing deyapti. Biz bu yerda mashinamizga to'xtatamizda, stop qilamizda, aynan mana shu xonani demak sizlar bilan bir ko'ramiz, ya'ni qanaqa xona ekanligini. Xo'sh, ya'ni buni phishingni qanday qilib oldini olish mumkinligini bu xonada mana chiroyli qilib tushuntirib bergan. Ya'ni qanaqa ishlaydi, nimalarga e'tibor berishlik kerak, phishing emailni ko'rinishi qanaqa bo'ladi. Mana bu o'sha ichidagi headerlar deyiladi. O'sha headerlar, emaildagi headerlar nimani anglatadi? Mana bu yerda demark degan tushunchalar bor, domain checkerlar bor. Ya'ni buni agar chuqurroq o'rganib qo'yaman deydigan bo'lsangiz, ya'ni juda ham yaxshi xona. Ya'ni qanaqa ishlashini ko'rsatib bergan. Chunki misol uchun o'ylab ko'ring, sizga Microsoftdan email keladigan bo'lsa, bu akkuratni chiroyli email keladi. Ya'ni buzilib ketgan email kelmaydi. U buzilib ketgan bo'lsa bittada sezib olasiz. Bu demak firibgar jo'natyapti ekan bu emailni. Lekin chiroyli mana Google accountingni misol uchun buzib kirishga harakat qildi, parolingni o'zgartir degan agar xabar keladigan bo'lsa, u linkni ustiga bosib ko'rsangiz, agar analiz qilib ko'rmaydigan bo'lsangiz, demak o'sha parolingizni ularga berib qo'yishingiz mumkin, o'sha firibgarlarga. Xo'p, bu yerda mana shu qanday qilib oldi olinish mumkinligini demak ko'rsatib o'tgan. Bu yerda mana qanaqa bo'lishligi, xo'sh, yana bir qancha xonalari bor. Phishing emails in action, phishing analysis tool. O'zi aytganimizdek, bu phishingni o'zi bitta katta xona, ya'ni bitta katta o'zi mavzu. Xo'sh, shunaqa qilib, demak, bugungi day 2 phishingga atalgan mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Juda ham qisqagina mavzu ekan. Xo'sh, demak, agar sizlarda savol bo'lmasa, day 3 da ko'rishguncha deb qolamiz.